taş yasalgan qo'rg'on, ya'ni taş shahar. Mana ustidagi tarixiy 2000 yildan ortiq bo'lgan shu qadimiy taş qala, ya'ni bu taş qo'rg'on qadimiy qalasi. Alaydan bugun mush qalani ko'rish uchun mush yerga o'tdim. Intayin bir hayajon ichida. Bu chunki qadimdagi 36 baylikning bir bo'lgan taş qo'rg'on qalasi, koni xarobisi. Onaqda taş qalaning ahvolini birlikda tushunib boqaylik. Bu Taşqo'rg'on taş shahri Şinjan Taşqo'rg'on Tojik avtonom noyasining shimolidagi to'plikka, ya'ni Pamir egizligining sharq qismiga joylashgan bo'lib, mamlakat bo'yicha nuqtali qo'dilgan madaniyat yodgorlik o'rni bo'lib hisoblanadi. Bu shundaq yana o'z navbatida Jungodagi 3 chong tash shahrining biri bo'lib hisoblanadi. Bu shahar Han sulolasi davrida qurilishga boshlagan bo'lib, qadimki G'arbiyotdagi Sarqul bagligi va Panto bagligining poytaxti bo'lgan. Qarablikning umumiy ko'lami 100 ming kvadrat metr keladi. Bu ikki tashqi ikki qat sepilga ayrıldı. Tashqi shahar sepilining aylanma uzunluğu 3600 metr. Hozir saqlanib qolgan qismi sepil va aholilar turalg'isining xarobasidan iborat. Ichki shaharda bo'lsa 1285 metr sepil va kesak qarovulxona xarobasi saqlanib qolgan. Onun başqa Jin Tang sulollar davridagi ibodatxona, Qing sulolasi davridagi mahkama qatorliq imoratlarning xarobalari saqlanib qolgan. Taşqo'rg'on noyasining asl nomi o'zligi chiqib turdi. Mush tash qaladan kelgan bo'lib, toshdan yasalgan qala yoki toshdan tutgan qo'rg'on deganlik bo'ladi. Pamir egizligining sharqiga, Qaraqurum teg'ining shimoliga, Qarim o'ymonligining g'arbiga joylashgan bu qalaning yer shakli intayin xatarlik bo'lib, Taşqo'rg'on daryosining so'l qirg'og'idagi egizligi taxminan 20 metr keladigan yolg'iz to'plikka joylashgan. Buning dengiz yuzining egizligi 3100 metr keladi. Qadimgi İpek yoluning o'tir yo'li bilan Janubiy yo'lning kesish nuqtasi to'g'ri keladi. Tash shahar xarobasi elimizning eng g'arbidagi egizlik balbog'da bir qadar yaxshi saqlangan qadimiy xarob bo'lib, bu uzoq tarixga va mo'l madaniyat meroslariga ega. Ya'ni bu Jin sulolasidan Qing sulolasigacha bo'lgan mazgildagi yerlik millatlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, urf-odat, binokorlik qatorliqlarni tadqiq qilishda intayin muhim ahamiyatga ega o'rin hisoblanadi. Tash shahar qadimiy davr İpek yo'lidagi muhim o'tgan bo'lib qolmasdan yana sharq bilan g'arbning madaniyat va savdo almashtirishdagi muhim tugun bo'lib hisoblanadi. Uzoq tarixiy o'zgarishlarga shohid bo'lgan bu Taşqo'rg'on qalasi ustida turib, ostidagi manzillarga ko'z yugursangiz, Oltin sohil bilan Taşqo'rg'on daryosi birlashgan ajoyib o'zgacha geografiyalik manzilni ko'ra olasiz. Albatta qala ustidagi ekspeditsiyangiz tamom bo'lganda Oltin sohilga tushib, bir pas sohil manzilini tomosha qilsangiz, butkul hordiqlaringizni unutib keta olasiz. Ishqilib sizning sayohat postingiz bo'lsa, bu joyga cho'qim bir qatim kirib ko'rsangiz, tamoman arziydi deb qarayman. Ondaqda sizning vaqt chiqarib, oilangizdagilarni elib, mashani bir qatim aylanib sayohat qilib ketishni unutib qolmaysiz. Xo'sh do'stlar, keyingi vlogimda qandaq o'rinlarning tanishtirilganini qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin. Ajrim uchun Dianzan Gönjo qilishni unutmag'aysizlar.